Heyo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Muzalov do'stlar. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda obunachilar bilan dacha tomonidagi sharsharat cho'milamiz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek ko'p kishi kirdi. Bugun rekord urildi menimcha. Qaranglar, kirganlarnikini o'qiyman. 712 hz Hayotbek KPM Boy akam .o'nk Aziz B06 Salohiddin Sal 9 hiddan WH Vor 712 Frezi kiribdi do'stlar. Hozir biz do'stlar sharsharada cho'milamiz do'stlar. Sal charchammi? Chunki 3 ta videomiz ham o'xshamadi. Uni qaranglar. Qaching ey. Qochinglar. Uchungan odam ekan Suprani egasi. Endi bu odam naqasi yuramiz. Bizning ishimiz har doimgidek dabdala. Kim so'kinyapti? Ne so'kinasizlar ey? O'yinimizni qochib turibdi qisi. Billa bardak. Mayli do'stlar. Kartadan ikkita video olmoqchi edim, u ham o'xshamadi, e'lon bunisi o'xshasin. Men tomonda do'stlar dachalar bor, dachalar oldi debdi. Basseyn ham bor ekan. Nima deydi? Basseyn deganda u ani cho'atki basseynlar nazar tutmaylar, oddiy shu cho'miladigan joy. Qaranglar. BMW Mers. Anunga ham yeta olaymi do'stlar? Bu safar video boshlanishidan ko'pchilik so'kib juda anaqa yaxshi narsa ham bo'lmadi. Men buni menimcha bunaqa qilib qo'ysam. Voy do'stlar, shtraf solishdi. O'zini kuzatuvchisini ham shtrafga soladimi odam? Bunaqasiga va benzin nima kerak hozir do'stlar, tushunmadim. Yuring ey. O'lay videoni aytmodim do'stlar, hozir qanaqa bo'lishini. Telefonim qototdi. Endi qotadi do'stlar. Bu odam buyoqqa shu uchun do'stlar obunachilar bilan video oling deysizlar. Video olganda do'stlar mana shunaqa qochish ham bor. Xudo xolisa, paddesh yig'ib tursanglar, yangi telefon olsa bunaqa narsalar bo'lmaydi. U kallasi ishlaganlar mana bu bunaqa qilib yurishibdi. Ko'pchilik hozir dachada bo'ylayapti-yu, sharsharat cho'milamiz. Misol uchun men joy adashmasam, mashqqa borishimiz kerak. Hozir bu yoqqa uchun bu yoqqa ko'pchilik olib ya qanaqa dacha? Dachasiga kiryaptilar. Kecha dachaga chiqdik do'stlar, bugun sharsharat cho'milamiz. Voy, bu yo'qmas ekan-ku. Qatada do'stlar, adashtirib qo'ydimmi? Bu yoqda bo'lmasa, bitta alanaylik ketdik. Gazon. Bu yoqdan bu yoqqa. Negadir videolarni oxirroqda sal tomon bo'g'ilib qoldi. Yo'talishlar uchun uzr so'rayman. Qattiqdi do'stlar, esimdan chiqarib qo'ydim, yo'q tashalganmi shunchalik. Bu yoqdan bu yoqqa. Bu yoqlarda bo'lmasa kerak. To'xtalibdi, drondan qarang do'stlar. Drondan qarab olay. Bassendek joy bor edi, lekin katta joy. Bu. Bu yoqda ekan do'stlar, men qayerda yuribman? Qaranglar, hozir men bu yoqda turgan bo'lsam, bu yoqqa yurishim kerak. Tushundim. Ketdik. Voy. Endi ketdik. Nima? Kimdirlar kirdim? Hech kim kirmabdi, hech kim chiqmabdi. Uje yaxshi bo'ldi kirmaganligi, nimagaki qatnasha olmay qolishsa bekor havo bo'lib qolishadi, men ham salnito bo'lib qolaman. Mana do'stlar, keldi do'stlar va nihoyat mashinalarni mamkimni parkovka ham qilamiz. Voy, o't bo'lmaydi-mi do'stlar? Mashinalar kirib ketdi qoldi. Voy, uchirib yuborishdimi? Mana shunaqa joylar basseyn deyiladi. Suv hazasida do'stlar cho'milishga. Bitta ko'raylik, qayoq bilan borsa bo'ladi, qanaqa qilib chiqsa bo'ladi. Resim mashina bilan chiqaraymi do'stlar, nima deysizlar? Tushib, anaqa qila qolamiz, mashinani quflaymiz, uxlatib ketishmasligi uchun. Nima? Oyoqqa borib olishibdi.
Ot bo'lmaydimi? Nimaga buni yopib qo'yishgan? O, do'stlar, mana kalla tashimiz, kalla qaranglar. 3, 2, 1. Qatdan kalla tashirdi bu? Mamtam. Ha, mayli. Videoda do'stlar nima qilish ideya ham yo'q, prosta ideya qolmagani uchun shu narsani qila qoldik. Mana do'stlar. Ko'rib turganingizdek, ideyalar o'zgarib ketib qoldi o'z-o'zidan. Mayli, shunaqa ham bo'lib turadi. Qaranglar do'stlar, mamta suvda, mamta archa. Bu yoqdan yomg'ir kelsa suv mamtga ham to'ladi. Sachrab arichaga ham tegadi. Kallasi ishlayam biladi. Gap yo'q. Video tugadi. Hammaga rahmat, hammaga xayr. Sizlar bilan Muzalif bo'ldi.